Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Telefonlarimiz tinmayapti. YouTube'da kuzatib boruvchilar, o'sha 1.8 pogroshiklarimız tugadi o'sha. O'tgan safargi videoda qo'yganimiz. Juda ko'p odam so'rayapti. Zakaz qilsalaring olib kelib beramiz 26 mingdan. Lekin biz o'zimiz olib kelib berdi sotsak 28 dan bo'ladi o'sha narxi. Keyin yana bir narsa, beton qorgichi bilan birga oladigan bo'lsangiz, nalichida 33 ming bo'ladi. Yana bir narsa, 130 talik ekskavator ko'p so'rayapsizlar, qaysini olsam yaxshi, kattami, kichkinami deyapsizlar. Katta 150 talik ham olmang, 175 talik ham olmang, 90 talik ham olmang. O'shaning puliga mana 130 talik bor. Naqdda 68 qilib beramiz, naqdga taqalgan narxi. Keyin 60 ga zakazga olib kelib beramiz. Zakazga olib keltirmoqchi bo'lsalaring 8 ming arzoniga bo'ladi, o'zlaring pullaringga olib kelib beramiz. Komplektida adapteri bor, transheynik kovushasi bor. Kovushasi necha kub desalaring 4,5. 0.5 kub emas, 0.45 bo'ladi. 4,5 deyiladi. Ikkita silindrli. Mana bu nimalarga juda og'ir ishlarga juda yaxshi, ikkita silindrli. Avtomat korobkasi. Murojaat qilaveringlar bemalol. Nima deydi? Chem mana 90 talik, 95 talik olib yurgandan buni olgan yaxshi. Chunki buni quruvchi kompaniyalar ham zakaz qiladi. Uzoq muddatga ijaraga bersalaring ham yaxshi. Misol maydachani uzoq muddatga birovga ijaraga berib bo'lmaydi-da. Quruvchi kompaniyalar mayda ekskavator juda kam zakaz qiladi. Bu kattani o'rniga ham ketaveradi, maydani o'rniga ham ketaveradi. Vesi ham 10 tonnadan og'ir. 10 tonna 200 mi chiqsa kerak. Tak, keyingi texnikamiz 1.5 pogroshiligimiz o'sha 7 tonnaligimiz. Kimga agar kovushasi kattarog'idan kerak bo'lsa, mana 2.1 kubalik kovushasini ham qo'shib beramiz. Ichida radnoy 1.5 kovushasi ham bor. Misol g'ish ortasizlar, tuproq ortasizlar, mana 2.1 kubaligi juda zo'r asqotadi. 2.5 tonna yukni bemalol oladi. Buni ichida hamma narsasi bor, konditsioner, joystick, hamma narsasi bor. Narxi 23 ming qilib beramiz buni. Zakazga hammasi arzon keladi bular. Agar o'zlaring pullaringni olib kelib bersa, gideta bu 20 mingga keladi. 6 tonnaligimiz bor. Hamma 6 tonnalikni boshqa joydan 20 ming, 21 mingga olib ketyapsizlarda, rahmat aka, zo'r bo'ldi, yaxshilik. Mana nima deydi, arzon sotdingiz deb xursand bo'lib yursizlar. U bizda aslida 18 ming o'sha texnika. 6 tonnalik sizlar 1.5 oldim deb maqtanib yurganlaring 21 mingga olgansizlar, bizda 18 ming o'sha. Keyin yana maydalarimizdan bittadan qoldi. Uni bo'lib berishga bermaymiz. Hozir uni ko'rsating. Aksiyadagi 0.8 kubaligimiz bor. Mana 0.8 kubaligimiz. Qarasangiz, bundan bitta qoldi. Bunda ham turbinasi bor, lekin konditsioneri yo'q bunda. Keyin ham buni kabinasi olinadi. Balandligi 2.25. Kabinani olib tashlasangiz, gideta 1.70 qoladi balandlik. Bu joyga, tor joyga kirib ketaveradi. Yopiq ekan. Konditsioner yo'q, ventilator bor, lekin turbina bor bu kichkinada ham. Keyin kattasi 1 kubalik. 1 kubaligimizda konditsioner bor, balandligi 2.75. Boshqa joyda nimalar bo'lyapti, sizlarga aytib beraman. Xuddi mana shuni 210 millionga sotib olyapsizlarda. Sizlarga buni baloni boshqa, ramasi, anosi boshqa, brendi boshqa deyapti. Boshqa bo'lmaydi. Любой joyga mana solishtiramiz. O'sha motor. Yunay motor turadi. Mana 58 kilovatlik. Bu yerda yozilmagan ekan, ichida yozilgan. Mana turbinasi ham bor. 58 kilovatlik 79 ot kuchi bo'ladi. Yunay motor turadi. O'sha yozuvi boshqa bo'lgan bilan motor, korobka, ensholari, hamma joy moslari bir xil narsa qo'yiladi. Sizlarga shunday yozuvini, nakleykasini boshqa yopishtirib qo'yib, biz bu brendi zo'rda qimmat desa ishonib ketaverasizlarda. Asli mana narxi 160 million. 0.8 kubaligimiz boshqa joydan bilmayman endi qanchaga olyapsizlar. 200 ga olyapsizlarmi? 150 ga olyapsizlarmi? Bizda 120. Bu narxga men o'ylayman juda ham arziydi. 100 million bersalar ham berib yuboramiz, qolganini bo'lib berasizlar 2 oyda. Beton qorgichimiz ham bor. Beton qorgichda iloji boricha 1.8 kubaga olganingiz yaxshi. 1.8 kuba chunki 6 portion qiynalmasdan nima qiladi. Shu akalar, yana nima deymiz? Bizni kuzatib boringlar. Hammani nima deydi, 600 million, 700 millionga nima olayotganlar,
mini ekskavator olayotganlar, zudni 48 ming, 50 ming, 46 mingdan olayotganlar bizda 40 ming